kunida 3 qavatli issiqxonani nima afzalligi bor deydigan bo'lsanglar, 2 qavat salafandan va 1 qavat ko'rpadan iborat bo'ladi. Bu delta 15 gradusgacha farq qiladi. Ya'ni tashqarida -15 gradus bo'ladigan bo'lsa, ichkaringiz minusga tushmaydi. Bu bez atapleniya holatida gapiryapmiz. Agarda atapleniya qo'yadigan bo'lsangiz, o'rtacha 1 gektarga mana sifatsiz issiqxonalarda 4 tonnagacha yoqishganini eshitdim bir kunda. Zamonaviy koreyskiy issiqxonalarda gektarnida 800-900 kilo yaqqanini bildim. Tunnelning 3 sloynida men sizga aniq ayta olmayman, kotel sistemasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa 300-400 kilo yaqasiz maksimum. Bundan oshiq yoqmaysiz. Bu degani tan narxni avtomatik sizga kamaytirishga olib keladi. Va birinchi, ikkinchi sloyda oralig'iga suv sep beradigan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r effekt beradi. Qish kunida bemalol 6-7 gradusgacha yana ham issiqlikda usha berishingizga yordam beradi. Biz agro sohasidan maksimum daromad olishingiz bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Bizning kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar va bu videoda do'stlarga ulashib qo'yishni unutmanglar.